Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Charchaman. Xalqimizga komfort narxda, arzon narxlarda qilib beramiz. Aksiya boshladik. Bahorgi aksiyalarimizda sifatlari, kontrollar hammasi sinovdan o'tgan. Super moshi. Neoklassika, minimalizm. Biz high-tech modellarimiz, Maraganskiy model moda bo'libdi. Chiroyli dizayn qilib berish bizni qo'limizda. Yangi ish boshlagan ustalarimiz ham cho'chima keraklar. Yetkazib berish bo'yicha muammoyimiz yo'q. Dastavkamiz ham tekin. Основной chet eldagi insonlar uchun qulaylik yaratish, Rossiya, Koreya. Assalomu alaykum. Siz uchun kanalining obunachilari va YouTube tomoshabinlari. Biz Namangan shahar Shamshiboy bozoridagi Fimer Aboy do'koniga kelganmiz. Do'stlar, bu joyda turli xil davlatda ishlab chiqarilgan super moshi sifatiga kafolat beriladigan aboy mahsulotlari bor ekan. Do'stlar, bular barchasi siz va sizning xonadoningiz uchun bo'ladi. Biz batafsil ma'lumot olib beramiz. Videoni boshidan bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz keyingi videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. Kommentariy bo'limi esa siz uchun hamisha ochiq. Bizda aboy ma'lumotini Muhammad akamiz beradi. Xudo xolasa sizlar uchun batafsil chiroyli ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum Ormon aka. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Charchamay turibsizmi? Rahmat, sizlar. Rahmat. Hop. Ham shu boydan abo o'qtaramiz, biz abo yopishtiramiz, yangi qurilish qilganlar, yangi uydagi yaxshi niyatda bo'lib, chiroyli uylarimizni chiroyli dizaynga qilamiz deganlar uchun Shamshiboy bozorida Fimer Aboy do'konida kutib qolamiz sizlarni. Xudo xolasa xalqimizga komfort narxda, arzon narxlarda qilib beramiz. Bu kanal uchun maxsus narxlarda qilib beramiz. Do'stlar, biz davom etamiz. Hozirgi kunlarimizda o'zimiz do'konda aksiya boshladik. Bahorgi aksiyalarimizda shu aboylarimizning narxi hammasi bular super moshi aboy hisoblanadi. 130 ming so'mdan. Choklari, stiklariga garantiyali. Bu yerda rossiyskiy, Xitoy, keyin Turkiya aboylari ham bor. Hammasi super moshi hisoblanadi. Choklariga javob beriladi. Sifatlari, kontrollar hammasi sinovdan o'tgan. O'zimizda didi nozik, ishlariga garantiya beradigan ustalarimiz hammalari foydalanishadi. Aboylar hammasi super moshi. Hop, davom etamiz. Bu yerda yangiliklarni olib kelganmiz. Bu yerda 250 mingdan sotilgan rossiyskiy aboylarimiz, bular ham aksiyaga tushgan. Sizlar uchun 200 ming so'mdan shu qatordagi aboylarimiz 200 mingdan qilib beramiz. Do'stlar, mana hop, spalni, yotoqxona, mehmonxona yo umumiy xonalar uchun xudo xolasa hammasidan jamlab qo'yilgan. Adnatoniy gulsiz aboylar, hozirgi paytda neoklassika, ya'ni oddiy minimalizmni yoqtiradigan insonlar uchun gulsiz aboylar rosa urfga kirgan holatda devorlarda chiroyli turadi. Xonangizga o'zgacha narsa beradi, ko'rinish beradi. Kayfiyat beradi, ko'rinish beradi. Hop, Mramir fasondagi aboylar, mana neoklassika, minimalizm. Основание esa flizelinovый super moshi aboylar, choqqistiklari garantiyali. Do'stlar, videoda ko'rinyaptimi, lekin tovlanibdi, bu ham zari bor ekan. Shunaqa 3D aboy. O'zi aslida zar projektor tagida turgani uchun, lekin zar yoqtirmaydiganlar uchun uyga olib borganingizda bu tovlanadigan narsa. Zarga ko'zga tashlanib, yosh katta odamlarning ko'zini olmaydi. Aboy sifati juda zo'r chiqqan, super moshi hisoblanadi. Hop, davom etamiz. High-tech modellarimiz, hozirgi paytda moda bo'layotgan lustralarimiz high-tech, ya'ni poloskali high-tech lustralardan foydalanadiganlar uchun high-tech modellarimiz juda zo'r chiqadi. Koridorlarga o'zgacha ko'rinish beradigan, xonani bo'yini baland qilib ko'rsatadigan dojnik model ustiga poloska urilgan bular. Stik choklari garantiyali, aboy super moshi hisoblanadi. Qaysi davlatniki bular? Bular Xitoyda ishlab chiqariladi, modellari Italiya va Rossiyadan olinadi. Aboyimiz 2026 yangi dizayn hisoblanadi. Do'stlar, yangilik ekan mana. Xo'p, Atacento aboylarimizdan xohlaydiganlar uchun Atacentoning ichida 6 xil, 7 xil ranglarni bir o'zini ichiga olgan bo'lib, bu narsa 5-6 xil rangdagi narsalarni ichiga oladi. Har xil tarafdan ranglar o'zgarib ko'rinadi. Do'stlar, Xo'p, mana aboyimiz zallar uchun foydalanyapmiz. Hozir zallarga ko'proq tavsiya qilibdi. Bu aboy 3D hisoblanadi. O'ngdan chapdan qaraganingizda bu ranglar o'zgaradi, tovlanadi. Yo'paradan olganingizda rang o'zgarmay bir xil holatda ko'rinadi. Xo'p, do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Dastavka narsa bo'yicha ko'pchilik qiziqargan. Dastavkasi qanaqa bo'ladi? Yetkazib berish bo'yicha muammoyimiz yo'q. Keyin Rossiyada ishlab, chet elda turib, yerimizni shu yerdan tanlaydi deganlar uchun ham telefon shu nomer video ostida nomerga telefon qilib yo Telegramdan yozsanglar, o'zimiz videoda rasmda ko'rsatib,
tanlab, aboylarni narxini kelishgan holatda internetda gaplashamiz, hamma dizaynlarni ko'rsatamiz. Keyin pulini klik orqalimi, o'zingizga qanaqa holatda bo'ladigan bo'lsa, qulaylik bo'ladigan bo'lsa, to'lov qilishingiz mumkin. Bu tarafdan muammoyimiz yo'q. Dastavkamiz ham tekin. Viloyatlar bo'yicha, masalan, Namangan ichida dastavka qilib berishimiz tekin, undan u yog'iga kelishilgan holatda qilib beramiz. Maqsadimiz asosiy chet eldagi insonlar uchun qulaylik yaratish. Chunki bizni YouTube kanallarda ko'proq chet eldagi odamlar kuzatishadi. Rossiya, Koreya, shunaqa Turkiya, shu yerdagi insonlar uchun ham ancha qulaylik bo'lishi kerak. Keyin Marokkanskiy modeldagi aboyimiz mana choy napiylar, g'ish, kofe, bu narsalar oldin kuxnalarga foydalanib kelingan, oshxonalar uchun. Hozirgi paytda Marokkanskiy model moda bo'libdi. Bu aboyimiz Marokkanskiy hisoblanadi. Foni atachento, ustiga dekorativniy qilib gullarni bosib qo'yilgan. Devorda juda chiroyli, bejirim turadi. Xo'p, bular narxini ham bir eslatib o'tib. Xo'p, narxlarimiz bular bu kanal uchun maxsus 160 ming so'mdan super mo'ysha aboylar. Fliziliniy osnovada 3,5 kilodan og'irroq. Hop, bu ma'lumotlarni asosan ustakalarimiz ham tushunishadi. Ya'ni uy egalari mana shu dizayn yo'qdi deb bunday ko'rsatsa, ustakalarimiz ham bilishadi. Flizerin albatta bizda shaharda ko'p tanilgan ustalarimiz, aksariyat hammalari aboyimiz sifatimiz qanaqaligini bilishadi. U ko'rib qolsa kommentariyada ham kutib qolamiz sizlarni ham. Yaxshi ustakalar kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. Sifati qanaqa flizerinli? Ya'ni juda ham maqtaniladigan, xudo xolasa maqtashga arziydigan sifatda narxlarda qilib berganmiz. Xo'p, mana bu aboylarimiz spalnilar uchun. Hozirgi paytda gul naqshli aboy hisoblanmaydi, bu yevropeyskiy aboy. Spalniy xonalar uchun juda chiroyli chiqadigan narsa. Aytib o'tganimdek, stik choklari garantiyali, aboy cho'zilmaydi, sifati zo'r chiqqan. Xo'p, bu aboyimiz yaponskiy gul deyiladi, Sakura. Devorlarda juda chiroyli chiqadi. Yevro modeldagi remontlar uchun. Yaqinda chiqdi bu model ham, juda ko'p bo'lgani yo'q, lekin devorda juda chiroyli chiqadi. Xo'p, eski holatdagi uylarimizga, masalan, uy remont qilingani patologlarimiz yangi holatda turibdi. Faner panel, fonur, ya'ni o'zimiz xalq tilimizda gapirganda klassik yo'nalish. Klassik modellar. Ular adnotoniy aboy xohlashmaydi. Ayniqsa ayollar pardalarga moslashadi, gulli aboylarni. Gulli aboylar ham xudo xolasa modellarimiz bor. Keng assortimentda pardalarga, devordagi pardalaringiz, patologlaringizga ham juda zo'r turadi. Bu asosiy jigarrang panelda uy remont qilib, devor o'zini yangilaymiz deganlar uchun gulli aboylarni tavsiya qilyapmiz. Ular shunaqa chiroyli chiqadi, bejirim o'zicha aboy o'zgacha anaqa beradi. Ya'ni kelsa bemalol maslahat beriladi. Albatta, meni o'zimiz kutib olamiz do'konga kelishsa, professionalni xizmat qilib, chiroyli dizayn qilib berish bizni qo'limizda. Chiroyli qilib dizayn qilib beramiz. Xonalarga ajratib. Bemalol ustakalar bilan kelsa ham maslahatlashib, chiroyli tavsiyalar beriladi. Albatta. Bu taraflama muammosi yo'q, chunki har doim ishlaydigan odamlarimiz hammasi professionalni o'z ishini ustasi. Necha yillik tajriba bor? Tajribamiz 6 yillik. Aboylarimiz xudo xolasa garantiyali bo'lgan. Ustalarimiz ham yangi ish boshlagan ustalar ham, ayollar hattoki mana mikrorayon territoriyasida yosh katta ayollar bor. Ular kelib o'zi aboy yopib ketishadi, o'zlari yopishtirishadi aboy. Nimaga? Chunki aboylar hammasi yopishtirish juda qiyin emas. Super mo'yshi bo'lganligi uchun stik aboy cho'zilmasligiga garantiya berganimiz uchun ular cho'chmaydi, yo'llar mashaqqat bermaydi. Yo'q. Professionalniy narsa ish talab qilmaydi. Yangi ish boshlagan ustalarimiz ham cho'chimay kelaveringlar. Xudo xolasa o'zimiz aboylarni chiroyli qilib dizayn qilib beramiz. Do'stlar, bemalol aloqaga chiqasizlar. Ekran tagidagi raqamlarga mana bu joyda juda ham keng assortimentda turli xil rangda va fasondagilarni bemalol topishingiz mumkin do'stlar. Barcha siz uchun bo'lmoqda. Videoga like bosishni unutmang do'stlar. Bu tomonda endi patoloshniy aboylarimiz Rossiyadan, Belorussiyadan keladi. Hamma turdagilari bor. Aboy sohasida remont boshlagan odamlar uchun hamma narsasi bor bizda. Aboy uголок, plyontus, taroq deysizmi, PVC panel deysizmi, hammasini shu yerda bitkazamiz. Ishingizni muammosi yo'q bu taraflama. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar, akamiz xizmatdalar. Hammanglarni kutib qolamiz, xalq xizmatidamiz.